Viloyat ma'naviyat va ma'rifat markazida viloyat hokimligi axborot xizmatining 2024-yildagi faoliyati yuzasidan hisobot tadbiri bo'lib o'tdi. Muxbirimiz lavhasi shu haqida. Anjuman dastlab Navoiy viloyatining tashkil topganidan boshlanib, o'tgan yilning so'ngiga qadar viloyatda ro'y bergan iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy ma'rifiy ishlar yuzasidan birma-bir to'xtalib o'tildi. Videorolik sifatida tushuntirilgan yil sarhisobi kelgan mehmonlar, mutasaddi xodimlar va faollarga ma'qul keldi. Qilingan ishlar, raqamlar va foizlarga tayanganda ayni kunga kelib Navoiy viloyati innovatsiya va yuqori texnologiyalar asosida rivoj topayotgan, dunyo iqtisodiyotida dadil integratsiyalashayotgan hudud va intellektual qobiliyatga ega, kuch-quvvati jo'sh urgan barkamol avlodlar yurtiga aylandi. Albatta qilingan ezgu ishlar javobsiz qolmaydi deganlaridek, vatan taraqqiyoti va viloyatining rivojlanishi yo'lida jonbozlik ko'rsatgan mutasaddi xodimlarga eng e'tiroflar topshirildi. Misol tariqasida eng e'tirofdagi loyiha sifatida Navoiy shahrida qad rostlayotgan yangi axborot kutubxona markazi topildi. Eng mediaparvar rahbar sifatida Navoiy shahri hokimining birinchi o'rinbosari O'tkir Haqberdiyev taqdirlandi. Navoiy viloyat hokimligi Telegram kanalida tuman hokimlari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomada bizni Navbahor tuman hokimimizni faoliyati eng yuqori baholanib, aholi tomonidan birinchi o'ringa loyiq deb topildi. Bu albatta aholini e'tirofi, xalqning e'tirofi. Albatta bu e'tirof haqiqatda to'g'ri deb o'ylayman, chunki tumanimiz hokimi mana shu 3 yil oldin tuman hokimi bo'lib vazifasini boshlagan paytda o'zini tashabbuskorligi, fidoyiligi, mana shu yangilikka intiluvchanligi bilan tumanimizni qiyofasini tubdan o'zgartirdi. Buni albatta tumandoshlarimiz e'tirof etadi va viloyatimizdagi boshqa hududlarda yashovchilar ham Navbahor tumaniga tashrif buyurganda bunga o'zlari ham guvoh bo'lishdi. 24-yilda ijtimoiy so'rovnoma o'tkazilganda, shu ijtimoiy so'rovnomada viloyatdagi boshqarmalar tomonidan eng yaxshi ishlagan boshqarmalar tanlovi ham bo'lganda, bu ijtimoiy tarmoqlar orqali o'sha ijtimoiy tarmoqlarda bizani Navoiy viloyat avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi ham e'tirofli deb topilib, 3-o'rinni egallabdi. Buni avvalambor bizga ishonch bildirgan barcha ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari xalqimizga rahmat aytaman, o'zim va o'sha korxonamiz xodimlari tomonidan. Bu yutuqlar albatta nafaqat meniki, boshqa ishchilarimizga ham, chunki shu yo'llarimiz ravon bo'lishiga barcha ishchi xodimlarimizni hissasi ancha katta. Bundan keyin ham xalqimizning shu ishonchini oqlash maqsadida mana shunday yo'llarni ravon qilishda harakat qilamiz. Navoiy viloyat hokimligi tomonidan o'tgan 24-yildagi yil yangiligi deb Navoiy pedagogika instituti muhtaram yurtboshimiz tomonidan Navoiy davlat universiteti maqomi berilganligi mana shu xalq orasida birinchi o'rinni qo'lga kiritib e'tirof etildi va hozir mana shu tadbirda shu viloyat hokimligi jurnalistlar uyushmasi tomonidan shu maxsus statuetka bilan taqdirlandi. Anjuman so'ngida joriy yilda qilinishi kerak bo'lgan ishlar rejalashtirilib, mas'ul xodimlarga zarur topshiriqlar berildi.